Qaysi holatlarda yurakni operatsiyasini bajarib bo'lmaydi va kechiktirishga majbur bo'lamiz? Assalomu alaykum barchaga. Men oliy toifali yurak jarrohi, tibbiyot fanlari nomzodi Ilhom Foybek Erkinovichman. Bularning asosiy 5 ta sababi bor. Mana masalan, infeksion kasalliklarni aktiv davrida shamollashlarni, aktiv infeksion kasalliklarni davolab yengib olish kerak bo'ladi. Undan keyin bo'ladigan bo'lsa operatsiyani bajarish xavfsiz va ishonchli hisoblanadi. Ikkinchidan, qonda gemoglobin miqdorining past bo'lishi yoki qonning quyuq suyuqligi o'zgargan bo'lishi va biokimyoviy tahlillarda analizda o'zgarishlar bo'lishi operatsiyaga qarshi ko'rsatma bo'lishi mumkin. Mana masalan biz gemoglobinni ko'tarib olib, qon quyuq suyuqligini normaga keltirib, mana masalan mochivina kreatinin yoki bilirubin sariqlik belgilari bo'ladigan bo'lsa, bularni davolab operatsiyaga olishimiz operatsiya natijasini juda yaxshi chiqishiga sabab bo'ladi. Uchinchidan, og'ir darajadagi boshqa a'zolarning buzilishi, mana masalan jigar, buyrak va o'pka kasalliklarining og'ir darajada buzilishi bu operatsiyaga qarshi ko'rsatma hisoblanib, unda ham operatsiya kechiktiriladi. To'rtinchidan, yaqinda insult o'tkazgan bo'lsa yoki katta infarktlarni o'tkazgan bo'lsa, bu operatsiyani kechiktirilishiga sabab bo'ladi. Mana masalan, insult o'tkazgan bemorni birinchi-ikkinchi haftalarda operatsiya qilinadigan bo'lsa, bemor koma holatiga tushib, uyg'onmasdan yoki insultining chuqurlashib ketishiga sabab bo'ladi. Yoki katta infarktlar o'tkazgan bo'lsa, yurak o'zi oxirgi kuchiga ishlayotgan bo'ladi. Bizning operatsiyamiz bemor uchun oxirgi so'nggi daqiqalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun katta infarktlar o'tkazgan bemorlarni biz 1 oyga operatsiyasini kechiktiramiz. Beshinchisi, bemorning umumiy ahvoli o'ta og'ir va prognozi noaniq bo'ladigan bo'lsa. Mana masalan, shok holatlari, koma holatlari va bemor hushini yo'qotgan holatlarda reanimatsion xonalarda yotgan bemorlarni operatsiya qilish bu bemorni operatsiyadan keyingi prognozini yomonlashtiradi. Aziz yurtdoshlar, yurak operatsiyalarini kechiktirish bu undan voz kechish kerak degani emas. Ba'zan biz yurak operatsiyalarini kechiktirib, ularni xavfsiz bajarishga imkoniyat yaratamiz.